Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, akalar, ukalar. Shayx Musofirlar kanaliga jalva tushgan yaqin kunlarda ochiladi. Shuning uchun video qo'ygan yo'q edim. Inshaalloh bundan buyoq shu bambichskiy nima deydi, videolar chiqadi. Har kuniga inshaalloh ish chiqadi. Ko'ktosh official kanalida inshaalloh. Alloh rozi bo'lsa, ish bor, ish под Moskvadan, город Домодедово. Грузчиклик ish, mebelni skladdan. Kuniga nalichka 2200 rubldan. Yotoq joy tekin. Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston farqi yo'q. Shu ekranga qo'ygan telefon nomerlariga telefon qilasizlar, barcha ma'lumotlarni olasizlar. Lekin ichmaydigan barodarlarimiz bo'lsa, juda yaxshi bo'ladi. Nima deymiz? Jonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Barchalaringizni Alloh o'z panohida asrasin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin.